Assalomu alaykum. Alloh taolo o'lim farishtasi Azroil alayhissalomdan so'radiki, sen hech bir jon olayotganingda, kishilarning jonini olayotganingda yig'laganmisan? Azroil alayhissalom aytdi, ha, bir marta kulganman, bir marta yig'laganman, bir marta qo'rqib ketganman. Alloh taolo so'radi, qachon kulgansan? Bir kishini jonini olgani kelsam, etikni o'zida oldida oyog'iga etik titrayotgan ekan. Ya'ni o'sha oyog'iga titrayotgan oyoq kiyimini, poyabzalini yaxshiroq tikkin, yaxshiroq pishiroq qilgin, men buni yana yilga ham kiyaman deb shunday dedi. U oyog'iga kiyishga ulgurmasdan uni jonini oldim. Shunda kulgan edim. Keyin men bir cho'lda yolg'iz qolgan homilador ayolni ko'rib qoldim. U ayolni tug'ayotgan paytida bordim uning oldiga, jonini olgan. U ayol tug'ib bo'lishiga jonini oldim. Bola yig'lagan holatda cho'lda yolg'iz qoldi. Shunda yig'laganman. Yolg'iz qolgan bolani cho'ldagi holini ko'rib yig'laganman. Qachon qo'rqib ketgansan deb so'radi Alloh taolo. Bir olimni jonini olish buyurilganda borsam u olimni uyidan shunaqa nur chiqib turibdi, chiroyli nur. Jonini olayotganimda ham hamma yoqda nur to'lib turdi. Shunda qo'rqib ketganman dedi. Alloh taolo so'radi. Shu sen jonini olgan nuridan qo'rqqan odamning kimligini bilasanmi? Bilmayman dedi Azroil alayhissalom. Bilmayman yo Robbim. Alloh taolo aytdiki, u sen o'sha cho'lda jonini olgan ayoldan qolgan, cho'lda qolib ketgan bola edi. Men uni panohimga oldim va o'zim tarbiya qilib katta qildim dedi Alloh taolo. Ya Robb, bizni ojiza ayollarimizni, farzandlarimizni o'zing saqlagin va o'zing ularni himoya qilgin. Chunki sendan boshqa saqlaguvchi, sendan boshqa qudrat egasi yo'q.